e'tibor beringlar. Mana g'ishtni rastvorga tergan yaxshimi yo loyga tergan yaxshimi degan savolga g'isht sotuvchi bolalar kontent olishyapti-da. Kontent olishyapti, g'isht terayotgan ustalar shu g'isht mavzusiga o'zlarini fikrlarini bildirishyapti. G'isht rastvorga tergan yaxshimi, loyga tergan yaxshimi degan savol bilan chiqishyapti g'isht sotuvchi bolalar. Ustalar yaxshi endi javob berishyapti qo'llaridan kelgancha, lekin g'ishtni rastvorga tergan har doim afzal va qonun qoidasi shunday bo'ladi. G'ishtni rastvorga teriladi, loyga emas. Chunki me'yoriy qoidalarda loy mavzusi yo'q, ko'rsatilmagan. G'isht terish jarayonida loy mavzusi umuman yo'q. Rastvor tayyorlanadi, suxoy smes bilan va rastvorga teriladi. Va albatta loyiha yuzasidan hisob-kitob qilinadi.